Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Endi Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiyning shov-shuvli bayonotiga to'xtalamiz. Union agentligining xabar berishicha, Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiy hech qachon Donbassni Rossiyaga bermasligini va hech qachon Moskvaga borib Kreml bilan muzokaralarni davom ettirmasligi haqida xabar bergan. Bundan biroz avval esa Rossiya hukumatı Vladimir Zelenskiy bilan Moskvada uchrashishga tayyor ekanligini va Donbassni Rossiyaga topshirishni xohlayotganini bildirgan edi. Rossiya hukumatı yana shuni xabar bergan ediki, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi muzokaralar uchun Moskvadan ideal joy yo'qligini bildirgan edi. Ko'rib turibsizki, Zelenskiy hech qachon Moskvaga bormaydi va Donbassni hech qachon Moskvaga bermaydi. Hurmatli do'stlar, bundan shuni bilishimiz mumkinki, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi mojaro hali beri tinchimaydi. Bu urush hali uzoq davom etishi mumkin. Qo'shtirnoq ichida tinchliksevar prezident Donald Trump bu urushni yaqin orada diplomatik yo'l bilan hal qilishini xabar bergan edi. Donald Trumpga shuni maslahat bergan bo'lar edik. Donald Trump Ukraina va Rossiya muammosini emas, aksincha Eron va AQSh muammosini tezroq yechib, diplomatik yo'l bilan bu ishni ham hal qilsa, juda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Kanalimizga obuna bo'ling, kanalimizni like bosib qo'llab-quvvatlang. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Eronning eng mashhur kishilaridan biri va Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi o'z X tarmog'ida shunday deb post joyladi. Aroqchi o'z X tarmog'ida shunday deb post qoldirgan: Eron va AQSh o'rtasida hech qanday kelishuvlar bo'lmaydi va Eron o'z yadroviy dasturidan hech qachon voz kechmaydi va uran qazib olishni ham hech qachon to'xtatmaydi deb o'z X tarmog'iga joylagan. Bu esa juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda. Aroqchining ushbu postidan so'ng Qo'shma Shtatlarning qo'shtirnoq ichida tinchliksevar prezidenti Donald Trampning jahli chiqqan bo'lsa ajab emas. Donald Trampning nafsi kundan kunga hakalak otib, hali bu yerni bosib olmoqchi bo'lyapti. Qo'shma Shtatlarning biroz avvalgi operatsiyasi Venesuelada muvaffaqiyatli yakunlangandan so'ng Qo'shma Shtatlar prezidenti menga hamma narsa mumkin deb o'ylamoqda. Shu zaylda shuni aytib o'tish mumkinki, Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Eronni ham Venesueladek oson egallamoqchi bo'lgan shekilli, hozircha bu ishlari barchasi chippakka chiqib yotibdi. Va Qo'shma Shtatlarning o'sha mashhur Abraham Lincoln kemasi ham 700 kilometrga chekinishga majbur bo'ldi.